Bu videoda IVL apparatini ishlatib bo'lingandan keyin uni to'g'ri tartibda tozalash va dezinfeksiya qilish ketma-ketligini ko'rsatib o'taman. IVL apparatini bemordan yechib olingandan so'ng uning quyidagi qismlari, ya'ni bemor konturi, oqim datchiki, kapnograf datchiki, nafas chiqarish klapani va havo namlagich bonkasini ajratib olamiz. Bu yerda yana bir narsani aytib o'tish kerakki, bir marta ishlatish uchun mo'ljallangan qismlar tozalanmaydi va dezinfeksiya qilinmaydi. Xavfsizlik qonun-qoidalariga rioya qilgan holda apparatdan qo'shimcha qismlarni ketma-ket yechib olamiz. Ishlab chiqaruvchi tomonidan quyidagi vositalar yordamida apparatni tozalash va dezinfeksiya qilish tavsiya etilgan. Agar O'zbekistonda bunday vositalar topilmasa, tarkibi shunga o'xshash bo'lgan vositalardan foydalanib, apparatni tozalash va dezinfeksiya qilish mumkin. Apparatdagi nafas chiqarish klapani o'rni tayyorlangan eritma bilan matoni namlagan holda quyidagi tartibda artib chiqiladi. Bu o'rinda shu joyga e'tibor berishimiz kerakki, mato ho'l holatda emas, nam holatda bo'lishi kerak va apparatning ichki qismiga namlik o'tmasligi kerak. Nafas berish qismi teshigi esa namlangan mato bilan atrofi va barmoq sig'adigan 1-1,5 sm qismigacha artiladi, keyin toza mato bilan quritib artiladi. Nafas berish qismining 1,5 sm dan ichkari qismiga har qanday turdagi suyuqlikning kirishi mumkin emas. Idishga iliq distillangan suv qilib, unga nafas chiqarish klapanini membranasidan ajratgan holda solamiz. Oqim datchikini solamiz. Kapnograf datchikini faqatgina adapterini ajratib, ivitish uchun solib qo'yamiz. Va shu holatda 15-20 daqiqaga ivitamiz. Bemor konturini esa sampinda belgilangan tartibda tozalab dezinfeksiya qilinadi. Oradan 15-20 daqiqa vaqt o'tgandan keyin distillangan suvga solingan qismlarimizni olib, yana xuddi shuncha vaqtga dezinfeksiya uchun tayyorlangan eritmamizga solib qo'yamiz. Belgilangan vaqtdan keyin ivitilgan qismlarni qo'limiz bilan ehtiyotkorlik va yengil harakatlar bilan shu ko'rinishda yuvib olamiz. Bu yerda membranani yirtib yubormaslik yoki temir qismini ko'chirib yubormaslik uchun juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilamiz va shu ko'rinishda yuvib olamiz. Ularni dezinfeksiya eritmasida yuvib olganimizdan so'ng, ularni qayta yuvish uchun yana distillangan iliq suvda solib qo'yamiz. Va oqim datchikini ehtiyotkorlik bilan shu ko'rinishda chayqatamiz. Qattiq holatda qilinmaydi. Oqim datchikini oqov suvda, vodoprovod suvlarda chayish mumkin emas. Aks holda ichki qismiga shikast yetishi mumkin. Tozalash va chayishlar tugagandan keyin ularni tabiiy holatda quritishga qo'yamiz. Kapnograf datchikini ichki qismini spirt bilan tozalab olamiz. Orqasidan qurulab artib tozalash kerak bo'ladi. Kapnograf datchikini har qanday dezrastvorga solib yoki boshqa suvlilikka solib tozalash mumkin emas. Namlantirgich bonkasini tag qismi atverk yordamida ajratib olganimizdan keyin uni dezrastvorga solib ivitamiz va ivigandan keyin uni iliq suvga solib yaxshilab chayib, yana quritishga qo'yib, keyin yig'ib qo'yamiz. Apparat qismlarini tozalashda qattiq jismlardan va ishqorli eritmalardan foydalanish qat'iyan man qilinadi. Apparatni har bir bemordan yechilgandan keyin shu tartibda tozalash va dezinfeksiya ishlarini olib borish talab etiladi. Tozalash va dezinfeksiya jarayonida qilingan qaltis harakatlar oqim datchikini shikastlanishi yoki nafas chiqarish membranasini
yirtilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu qismlarni apparatga qayta qo'yib, bemorga ulab ishlatishdan oldin oqim datchikini to'g'ri ishlayotganini, nafas chiqarish klapani va membranasini to'g'ri qo'yilganini va bemorga berilayotgan havo yo'llarida utechka yo'qligini tekshirish uchun apparatni kalibrovkadan o'tkazish kerak. IVL apparatini qanday qilib to'g'ri kalibrovka qilishni esa oldingi videolarimizda ko'rsatib o'tganmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.